Assalomu alaykum. Bu videoni ko'rib turganlar MyGov'da jarima balini boshqa shaxsga o'tkazish uchun video qilishga qaror qildim, chunki o'zim internetdan qadar topolmadim, o'rgandim, endi sizlarga o'rgataman. Buning uchun Play Marketdan MyGov'ga ko'chirib olasiz. Mana ekran o'rtasida turibdi. Login, pasport seriya raqam, tug'ilgan kun yozib Face ID orqali kirasiz. Kirsangiz mana shu narsa chiqadi, mana shu ekrandagi holat. Keyin mana qidiruv, o'rtada qidiruv turibdi. Xizmat nomini kiriting, shunga javob deb yozsangiz birinchisida turibdi yo'l harakat qoidalarini buzganlik uchun javobgarligini boshqa shaxsga o'tkazish. Shunga kiramiz. Kirgandan keyin xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. Keyingisini bosamiz. Keyin o'sha mashina kimning nomida bo'lsa, o'sha odamning profilidan kiriladi. Aytish esimdan chiqib qolibdi. Kirganingizda qaysi mashina bo'lsa, agar ko'proq mashina bo'lsa, ba'zan ko'proq mashinalar nomer chiqadi. O'sha mashinaning nomerini tanlaysiz. Tanlangandan keyin mashina egasini ma'lumotlari o'zi chiqadi. Bu yerga telefon raqami debdi, buni yoziladi. Viloyat, tumanni tanlaysiz. Ishonchnomani boshqaruv huquqini berish asosiga ishonchnoma tanlanadi. Keyingisi transport vosita boshqarish huquqini olgan shaxs balli kimga yo'naltirmoqchi bo'lsangiz, o'sha odam pasportidan JSHRni yozasiz. Masalan, buni yozdim. Keyin pasport seriya raqamini yozasiz. Keyin javobgarlik bo'yniga olgan odam telefon raqamini yozasiz. Keyin o'sha keyingisiga shu yozilayotgan kun yoziladi. Birinchi yil yoziladi. 2026 chiziqcha qo'yasiz. 05-07 yonni bitta bosasiz, chiqadi. Undan keyin sug'urtani muddati qancha qolgan bo'lsa, o'sha sug'urtani muddatini yoziladi. Daverniskini yozmay 3 yillik отказ qiladi. O'sha sug'urtani amal qilish muddatini kiritasiz. Masalan, 2026 chiziqcha 12-oy chiziqcha 30-dekabr qilamiz. Vaqtini xohlasangiz 23-59 12-dekabr 23-59 gacha jarima shu odamga borasiz. Keyin yuborishni bosasiz. Yuborishni bossangiz ba'da keyingisi chiqadi. Ma'lumotlar noto'g'ri kiritganligim uchun, taxminan yozganligim uchun chiqmadi. Keyingisi chiqadi. Keyin bu odamni javobgarligi bo'yniga olgan odamni MyGov'ga boradi. O'sha odam o'zi MyGov orqali kiradi. Telefonidan MyGov'ga kirgandan keyin xuddi mana shu holat chiqadi. Chiqqandan eng tepada qo'ng'iroq rasmi turibdi. O'shani bosasiz. Bosganda boshqaruv huquqini tasdiqlang degan SMS keladi. Kirib o'tish qilib, hozir bu tasdiqlab bo'lingan. O'tish qilgan tasdiqlash chiqadi ekran o'rtasida. Uni bosib dumaloq video qiladi, Face ID qilib oladi. Shu bilan bo'ldi. Keyin bu yerga holatda davom et. Bundan oldingi holatda keyingisi knopkasini bosasiz, to'lov chiqadi. To'lov to'lagandan keyin 5 minut ichida ma'lumotnoma chiqadi. Shu bilan ish yakunlanadi. Tushunmagan bo'lsalar, kommentariya yozsalar, o'rgatib turaman. Sog' bo'linglar.